Birinchi qavat bog'cha qilsa bo'lar ekan. Orqa tomondan eshik bor. Remont talab 2 xonalik Yugoslavskiy proyekt. Bemalol 3 xonalikka aylantirsa bo'ladi. Faqat planirovkasiga qaraymiz. Mana bu musturlarga qaramaymiz, do'stlar. Bir boshdan hozir ko'rsatib boshlayman. Xo'p, kirish eshigi yap-yangi zo'r ekan. Yangisidan mana qarang. Chotki eshikcha. Kirish eshigiga kirib keldik. Xo'shkamiz to'g'rida endi mana bu musturlarni olib tashlaymiz. O'zimizga sharoit qilamiz. Mana fonarchani yoqib. Xo'p, chap va o'ng tomonga qaralgan bitta xonasi bor. Mana bu birinchi xonamiz. Maydarog'ini yotoqxona qilamiz. Mana bu eshik deraza akfa plast ekan, yap-yangi turibdi. Bu ham juda yaxshi. Buni almashtirmasak bo'ladi. Xo'p. Kirish eshigi bilan bir taraf derazasi yangi turibdi. Ikkinchi xonamiz. Buni mana shunaqa qilib yotoqxona qilib ishlatgan ekanlar. Mana bu yoqning balkonni ochib tashlasam bo'ladi. 6 metrlik balkoni bor. Xona katta bo'ladi. Katta bo'lganda buni mehmonxona qilib ishlatsa bo'ladi. 6 metrlik balkon birinchi qavat o'rtada joylashgan. Samkoch avto hududi 2 xonalik kvartira. Bir tarafga oshxona qilamiz. Xohlasangiz bu tarafni mehmonxona bilan bitta qilasiz. Xohlasangiz ovqatlanish zonasi qilib ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerga letni bog'cha qilib olamiz. Juda yaxshi joy ekan. Menga yoqdi. O'zimizga ma'qul qilib remont qilib olsak dahshat narsa bo'ladi. Mana bu aslida oshxona joyi. Oshxona joyini yana bitta xona qilib, ikkita spalni, detskiy hamda boyagi birinchi xonani qatalarga yotoqxona qilsak, 3 xonalik bemalol xona kvartiramiz bo'ladi. Kvadrati katta, 2 xona bo'lishiga qaramasdan, Yugoslavskiy proyektlarning xonalari katta bo'ladi va sanuzil alohida mana turibdi. Svetlari yo'q ekan, lampochkalarni ham olib ketgan ekanlar, qarang mana. Hech balo yo'q, hammasini olib ketgan. Xo'sh. Marhamat, o'zimizga ma'qul qilib, chotki qilib remont qilib olamiz. Konfetka kvartira bo'ladi. Samarqand shahar Samkoch avto hududi zo'r joyda joylashgan. Qarang, bu taraf ham, bu taraf ham tinchgina joy. Parkovka bor, yashillik ko'p, bolalar maydonchasi, bog'cha, sadik, maktab ham juda yaqin va katta ko'chagadan ikkinchi qatorda joylashgan domimiz. Zudlik bilan sotiladi. Qiziqqanlar tez aloqa chiqamiz. 51.500 dollar debdilar. Savdosi albatta bor. Tezlik bilan qo'ldan boy bermasdan telefon qilamiz.